Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana velosipedimiz ham bugun pashta tayyor bo'lib qoldi. Holatni ko'rishlaring mumkin, ideal holatda. Kraska holatlarini ko'rishlaring mumkin, o'ta ideal holatda. Deyarli petnosi ham juda kam. Oldi generatorli. Bu Gollandiyaniki bu. Tuya velosiped deb qo'yadi. Juda mo'shli, baquvvat velosiped. Bagajlari ham juda baquvvat. Bir qop misol yukni bemalol 50 kiloni xotirjam ko'taradi. Loshkalari ham mana o'zidan chiqqan. Buni tushirib turib, tepaga qayirib qo'ysa, tepada turaveradi. Tushirsa, loshka bo'ladi. Holatlarini ko'rishlaring mumkin, ideal holatda. Vinislari ham ligrovchniy. Bunisi ham bugun tayyor bo'ldi. Pashti mayda-chuyda ish qoldi. Oldi generatorga farlarni urib, orqalariga qulab yoqib qo'ysam bo'ldi. Mana kabellarni chiqarib qo'yganman. Kabeli buni ramani ichidan ketadi. Ramanchi turbaku. Raman ichidan kabel ketgan. Mana bu tarafidan chiqqan mana. Mana bu yerdan chiqqan kabel. Mana bunisi ham tayyor bo'ldi mana pashti. Mana Rabinex. Ko'rishlaring mumkin, holat ideal holatda. Piramida diskalar, nержавейка spisalar. Bagaj mana bagaj buniki ham baquvvat, mana ramani o'zidan kelgan. Juda baquvvat mo'shni bagaj. Bu ham bugun tayyor bo'ldi. Pashta mayda-chuyda ish qoldi. Endi mayda-chuyda ishini keyin sekin qilib qo'yaman. Sepzashnikligini qo'yish kerak. Spislarga stopni qo'yib qo'yish kerak. Shu mayda-chuyda ish qoldi xolos. Mana sekin bitta tayyor bo'lyapti veliklarimiz ham. Mana bugun mana buni tayyorlanganlar mana. Xudo xolasa mana bu yerda 5 ta, ana bu yerda bitta qoldi. Endi mana bu o'zimiz bir akaxonimiz bordi. Beliklarni qulab diskasi mana bu holatga kelib qo'ygan. Ko'rishlaring mumkin. Mana diskasi mana. Balon iladigan joy sinib ketgan. Mana sababi vazn og'ir odam bo'lgan. 100 kilo oshiq odam bo'lgan. Mana u diski iladigan burchagi dosh bermagan. Pakrushkani ilib qolishiga. Shu sababli sinib ketgan bu. Men bunga germanskiy diska qo'yib, mana germanskiy diska qo'yib, 2 qavatli bo'ladi bu diskalar. Uchamchaga vasmurga bo'lmaydi. Yangi spisa qo'ydim. Mana teri berdim. Xudo xolasa vazmga xotirjam chidab beradi, dosh beradi bu diskalar. Sababi sena qalin bo'ladi bularda. Sena qalin bo'lishi hisobiga baquvvat bo'ladi bular. Mana o'zini apparatini qo'ydik, 3 talik apparatida. Mana ko'rishlaring mumkin. Hurmatli obunachilar, o'zimizda men Namangan viloyati Uchqo'rg'on tuman Sharxonchek qishlog'idanman. Qo'g'ayliklar, Uchqo'rg'on, Norin, To'da shu atrofidagilar bir podashka qilib yuboringlar, like, podpiska, komment banglatvoylar bir podashka qilib yuboringlar. Xudo xolasa qo'limdan kelgancha efirlarimni kuzatib tursanglar, efirlarimda qo'limdan kelgancha yordam beraman. Kommentga nima savollaring bo'lsa bemalol yozinglar. Qo'limdan kelgancha bilmim yetgancha harakat qilaman yordam berishga. Like va podpiskaga boshingizdan chiqib qolmasin.